Bugungi ishlarimiz Zash IPS programmamizda afzalliklari haqida gaplashamiz. Ko'pincha Yevro mashinalarimizda, Yevro Cobalt'larimizda kapoti ochiq tursa, mana kapot ochiq. Kapot ochiq turganda tabloda 128 kod chiqarish kerak. Shu kod chiqmayapti. Biz hozir buni o'zimizda Zash IPS programmamiz orqali to'g'rilab beramiz. Buning uchun bizda Cobalt mashinani tablosini, log faylini o'qib olishimiz kerak. Xo'p. Log fayllarni o'qib olamiz. Log fayllarni o'qib oldik.